07/06/2026 Food City bozoridamiz. Bu Naqd Zona kanali, Lifestyle kanali. Bozorda holatlar shunaqa bo'lib turibdi. Mana pomidor korzinkaga deyarli odamlarga yopishmayapti. Narxlarini adashmasam nech pul beryapsiz? O'zi korzinkani? Korzinkani nech pul beryapti? Korzinkani 10 ming so'mdan qilib beryapmiz. 2 qatorlik Parvati degan sortidan. Rasmiy holatda ham qo'shganlari bor mana bozorimizda ko'rsanglar bo'ladi. Bu bilasizlar, Lifestyle kanali iloji boricha bu yerda narx emas, iloji bo'lsa pomidorda qanaqaligi, nimaligi, nima uchun unaqa narxdaligini tushuntirib borishga harakat qilamiz. Mana bu Vesta degan sortdan Maniston deb qo'yishadi ko'pchilik. Buni mazasi va shirin, uzunchoqroq bo'ladi, ko'rsangiz. Ko'rinishi lekin idealni holatda. Ular shunaqa ranglari ham tiniq. Shishkalar ko'rsiz bo'ladi. Buni 13 ming so'mdan qilib berishyapti. Bir qatorli rasm qilgan. Qarang, 3, 4, 5, 6 ta qo'ygan xolos. 6 ta edi. Mana To'rt qo'yganmi? To'rtdan kam qo'ygan ekan-da. 5 ta ranglardan tunaman. O'zdan foji bo'ladi. Arava kelsa mana shu fojiga bitta murojaat qilaverasizlar. Mana. Charchashlar yo'qmi? Nech pul berasiz buni? Oldim. Nech pul? Chiqaolmayapsiz. Bu karochi, bu pomidorchilarning foydasi bor-ku. Mana shaqaga chiqadi-da, ko'p foydasi, lekin e'tibor bermaydi odamlar mana. Bitta ko'rib bitta like bosib qo'ying, mana shu pomidorlar ko'rganingizni ham. Ko'pchilik chiriyda ubi deydi, endi havo ham issiq bo'lyapti, odam o'ladigan darajada bo'lib qolyapti, odam qurib ketyapti. Bir kunda o'zi 50 litr suv ichib yuboradi sotuvchilar dedi. Bittasini o'zi ko'ring. Pomidor lekin mazasi ham, vidlari ham ideal holatda, xudo xolasa. Bozorda mana odam yo'q. Jinjitli asalni o'qib o'tiribmiz. Shunaqa gaplar ko'rsanglar bo'ladi. Idealni gap bo'lishi mumkin. Mana ko'ryapsizlar, mana pomidorchilar foydasi yo'q bo'lib ketadi. 3-4 ta yashi yo'q ketadi qarang mana. Mana shu bitta yashi berdi. 1, 2, mana 3-chi, mana 4-chi. Uji 8 tasi yo'q. 1 kilo yo'q degani bitta yashida. Endi o'ylab ko'ring, shuni hisobiga narxlar oshishni boshlaydi. Mana Farruh akam bo'ladi, mana Farruh akam. Xullas bu Lifestyle kanali Naqd Zona bo'ladi. Videoga like bosing. Videoni West Toshkent deymiz. Har doim Instagramda videoni West O'zbekistonga jo'nating, chunki o'zbekistonliklarga barchasiga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Xullas mana barcha viloyatdagi akalarga jo'natib yuboringlar. Mana biratan ham ishlayapti, albatta tinmasdan mana. Ko'rsangiz bo'ladi mana. Express Freshman shunaqa reklamasi tekin ketdi aka, lekin siz bilarsiz mana. Ko'rib bo'lsangiz shuni aytib yuborarsiz. Joniga tegibdi, mana shu pomidor sotish joniga tegibdi. Biror hafta dam olib oraylik deyapti, maza qilib akamiz. Pastabkani nima qilasiz? Pastabka solmasdan ham qo'yaradigan davr bo'lib ketdi. Bitta like bo'lsa videoni West Toshkentga jo'nating.